Tasavvur qiling, tortishish kuchi shu qadar kuchliki, hattoki yorug'lik ham undan chiqib keta olmaydi. Yulduzlarni yutuvchi, vaqtni eguvchi va koinotning o'zini bukib yuboruvchi fazoviy changyutgich. Qora tuynuklar koinotning eng sirli jumboqlaridan biri. Asrlar davomida olimlar va ilmiy fantastika yozuvchilarini o'ziga mahliyo qilib kelgan fenomen. Einsteinning inqilobiy tenglamalaridan tortib, toki 2019-yilda birinchi marta qora tuynuk tasvirini olishimizgacha. Bu samoviy gigantlar bizning reallik haqidagi tasavvurlarimizni sinovdan o'tkazadi. Ammo aslida qora tuynuklar o'zi nima? Ular qanday paydo bo'ladi? Va nimasi bilan biz uchun ahamiyatli? Ushbu videoda biz bu jismlarning tubsiz jarligiga sayohat qilamiz. Qora tuynuklar tug'ilmaydi. Ular xaos ichida o'lik yulduzlar ko'lidan ko'tarilgan kosmik fenikslar kabi shakllanadi. Ularning kelib chiqishini tushunishimiz uchun biz ulkan yulduz hayotining so'nggi lahzalariga nazar solishimiz kerak. Quyoshimizdan 20 baravar og'irroq yulduzni tasavvur qiling. U yadro yoqilg'isini mislsiz tezlikda yoqib yuboryapti. Millionlab yillar davomida yadro sintezi tomonidan yuzaga keladigan tashqi bosim va ichki tortishish kuchi o'zaro kurashadi. Ammo yulduz yadrosi yoqilg'idan mahrum bo'lganidan keyin tortishish kuchi g'olib chiqadi. So'ng dramatik bir lahzada koinotni larzaga keltiruvchi portlash sodir bo'ladi va yadro kollapsga uchraydi. Bu kollaps natijasida yangi tumanlik yuzaga keladi. Bu portlash shunchalar yorqinki, u haftalar davomida butun boshli galaktikalardan yorqinroq porlashi mumkin. Yulduzning tashqi qatlamlari fazoga sochiladi va yadro cheksiz zichlikdagi nuqtaga, singulyarlikka siqiladi. Natijada koinotda porloq tumanliklar paydo bo'ladi. Masalan, qisqichbaqa tumanligi. Bu jarayonni birinchi bo'lib 1939-yilda mashhur fizik Oppenheimer matematika nuqtai nazaridan bashorat qilgan. Biroq bu nazariy konsepsiya 1970-yillargacha amaliy tasdiqqa ega bo'lmadi. Ammo aynan o'sha yili rentgen teleskoplari kosmosdagi sirli bo'shliqlarni, mutlaqo hech narsa, hatto yorug'lik ham tark eta olmaydigan hududlarni aniqladi. Bu yerda endi biroz kutilmagan fakt ham bor. Gap shundaki, barcha qora tuynuklar ham o'layotgan yulduzlardan hosil bo'lavermaydi. Galaktikalar markazida, jumladan bizning somon yo'li galaktikamizda ham supermassiv qora tuynuklar mavjud. Ular Quyoshdan millionlab, hatto milliardlab marta og'irroq. Xo'sh, ular qanday paydo bo'lgan? Bir nazariyaga ko'ra, ular koinotning ilk yulduzlari qoldirgan qora tuynuklarning urug'laridan rivojlangan va milliardlab yillar davomida
gaz va yulduzlarni o'ziga tortib, ulkan hajmga yetgan. Boshqa yanada g'aroyib ilmiy g'oyaga ko'ra esa, bu gigantlar dastlabki koinotning ibtidoiy gaz bulutlarini to'g'ridan to'g'ri kollapsidan hosil bo'lgan. Supermassiv qora tuynuklarni tushunish o'zi bizga nima uchun kerak? Chunki ular galaktikalarning harakatini boshqaruvchi koinotning qo'g'irchoq o'ynatuvchilaridir. Ularning tortish kuchi butun boshli galaktikalarni boshqaradi. Ulardan chiqadigan energiya esa yulduzlarning tug'ilishi yoki so'nishiga sabab bo'lishi mumkin. Somon yo'li galaktikasining markazida Sagittarius A qora tuynugi hozircha tinch ko'rinadi. Ammo radioteleskoplar 3,5 million yil avval sodir bo'lgan kuchli energiya chiqishlarining yorug'lik aks-sadolarini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Va bu bizga eslatadiki, uyqudagi gigantlar bir kun kelib uyg'onishi mumkin. Qora tuynukning tuzilishi oddiy tuyulishi mumkin. Ammo uning ta'siri koinot uchun beqiyosdir. Keling, uning ikkita asosiy qismini tahlil qilaylik. Hodisa gorizonti yoki borsa qaytmas nuqta. Ushbu chegarani kesib o'tsangiz, ortga yo'l yo'q. Ushbu sferaning Schwarzschild deb atalmish radius o'lchami qora tuynukning massasiga bog'liq. Misol uchun, Yer sayyorasi qora tuynukka aylanishi uchun u marmar hajmigacha kichrayishi kerak bo'ladi. Hodisa gorizonti chegarasi jismoniy sirt emas, balki matematik chegaradir. Yo'qlik manziliga eltuvchi bir martalik chipta. Qora tuynuk markazida joylashgan bu nuqtada makon-vaqt cheksiz darajada bukiladi. Bu yerda biz bilgan fizika qonunlari endi ishlamay qoladi. Einsteinning tenglamalari kvant sohasiga urilib, sinib tushadi. Bugungi kunda olimlar kvant gravitatsiyasi nazariyasini yaratish uchun harakat qilishmoqda. Torlar nazariyasi, kvant gravitatsiyasi va boshqa gipotezalar bu paradoksni tushuntirishga harakat qiladi. Ammo singulyarlik hali ham koinotning eng katta sirlaridan biri bo'lib qolmoqda. Lekin qora tuynuklar butunlayin qo'shtirnoq ichida qora emas. 1974-yilda Stephen Hawking kvant hodisasi bo'lmish Hawking nurlanishi nazariyasini taklif qilib, ilmiy jamiyatchilikni hayratga soldi. Unga ko'ra, qora tuynuk hodisa gorizonti yaqinida zarralar chiqarish orqali asta-sekin bug'lanib boradi. Tasavvur qiling, qora tuynuk chekkasida ikkita virtual zarra paydo bo'ldi. Ulardan biri ichkariga tushadi, ikkinchisi esa tashqariga qochib qutuladi va qora tuynuk massasidan kichik bir qismini o'g'irlab ketadi. Milliardlab yillar davomida bu jarayon hatto eng katta qora tuynuklarni ham yo'qolib ketishiga olib kelishi mumkin. Qora tuynuklar nafaqat yutib yo'q qilishi, balki o'zgartirishi ham mumkin. Tasavvur qiling, siz qora tuynukka tushmoqdasiz.
Hodisa gorizontiga yaqinlashganingizda gravitatsion kuchlar tanangizni makaron kabi cho'zishni boshlaydi. Bu jarayon spagettifikatsiya deb ataladi. Oyoqlaringiz qora tuynukka yaqinroq bo'lgani uchun boshingizga qaraganda kuchliroq tortiladi va siz marmelad shirinligi kabi cho'zilasiz. Lekin eng qiziq narsa bu qora tuynuklarning vaqtga ta'siridir. Einsteinning nisbiylik nazariyasiga ko'ra, katta massali jismlar yaqinida vaqt sekinroq oqadi. Qora tuynuk yaqinida siz uchun bir necha daqiqa o'tsa, bu payt boshqa joylarda asrlar o'tib ketgan bo'ladi. Bu hodisa mashhur Interstellar filmida tasvirlangan. Unda astronavtlar bir necha soatlik sarguzashtdan keyin qaytib kelgach, ularning ekipaj a'zosi o'nlab yillarga qarib qolganini ko'rishadi. Ushbu vaqtning sekinlashishi nafaqat ilmiy faktdir. Hatto yer atrofida aylanayotgan GPS sun'iy yo'ldoshlari ham ularda vaqtni yerdagiga nisbatan biroz tezroq o'tishini hisobga olib ishlaydi. Aks holda signallar bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Qora tuynuklar shuningdek yorug'likni ham egadi. Bu hodisa gravitational lensing deb ataladi. Astronomlar orqa fondagi yulduzlarning nuri qanday egilishini kuzatish orqali bu effekt yordamida ko'rinmas qora tuynuklarni aniqlashlari mumkin. 2020-yilda Hubble kosmik teleskopi qora tuynuk makon-vaqtni shunchalar kuchli egishini kuzatdiki, bu bir yulduzning bir necha ko'rinishlarini hosil qildi. Qora tuynuklar koinotni vayron qiluvchi kuchlar emas. Aksincha, galaktikalar rivojlanishining muhim tarkibiy qismidir. Ulkan qora tuynuklar gravitatsion markazlar bo'lib, yulduzlar shakllanishini boshqaradi. Ular deyarli yorug'lik tezligida harakat qiluvchi kuchli energiya oqimlarini chiqarib, minglab yorug'lik yillari davomida gaz va chang bulutlarini shakllantiradi. Koinotdagi eng yorqin jismlar kvazarlar aynan qora tuynuklarning ulkan moddalarni yutishi jarayonida kuch oladi va butun boshli galaktikalardan ham yorug'roq nur taratadi. Ularning yorug'ligi milliardlab yillar davomida sayohat qilib bizgacha yetib kelganida esa biz ulardan koinotning dastlabki davrlari haqida ma'lumot yig'amiz. Bundan ham g'alati, ham qiziq qora tuynuk bu o'z galaktikalaridan siqib chiqarilgan rogue qora tuynuklar bo'lsa kerak. Bu ko'chmanchi qora tuynuklar galaktikalar to'qnashuvi natijasida o'z makonini tark etib, boshqa makonlarda suzib yurishadi. 2022-yilda astronomlar Samon yo'li chekkalarida harakat qilayotgan shunday qochqin qora tuynuklarni aniqlashga erishdi. Uni ortidan porlayotgan yulduz nuri sotib qo'ydi. 21-asr qora tuynuklar renessansini boshlab berdi. 2015-yilda LIGO observatoriyasi birlashayotgan qora tuynuklardan kelgan gravitatsion to'lqinlarni aniqlashga erishdi. Keyinchalik bu kashfiyot Nobel mukofotiga loyiq deb ko'riladi. Einstein tomonidan bir asr oldin bashorat qilingan makon-vaqt tevranishlari qora tuynuklarning statik emas,
balki dinamik hodisa ekanligini tasdiqladi. Keyinchalik 2019-yilda Event Horizon teleskopi M87 galaktikasidagi qora tuynuk soyasining ilk tasvirini suratga olib, butun dunyoda shov-shuvga sabab bo'ldi. Ushbu tasvirda biz olov halqasini eslatuvchi qora tuynuk gravitatsiyasi ta'sirida yorug'lik aylanma yo'lga tushgan foton sferasini ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik olimlar bu yutuqni Oy yuzasidagi ponchikni suratga olish bilan taqqoslashadi. Lekin biz uchun hali ham ko'pgina jumboqlar saqlanib kelmoqda. Masalan, qora tuynuklar ichida chindan ham fazoviy tunnellar, ya'ni wormhole mavjudmi? Ular orqali vaqtlar aro sayohat qilsa bo'ladimi? Bu kabi g'oyalar hozircha faraziy bo'lsa-da, ular fiziklarni kvant gravitatsiyasi nazariyasini yanada takomillashtirish ustida bosh qotirishga undaydi. Stiven Hokingning hazil bilan aytgan shunday gapi bor: agar vaqt aro sayohat qilish imkoni bo'lsa, unda kelajakdan kelgan sayyohlar nega ko'rinmaydi? Ammo bunisi endi mutlaqo boshqa mavzu. Shunday qilib, qora tuynuklar bu oddiy kosmik jismlar emas. Ular bizga koinotning eng katta sirlarini ochishi mumkin bo'lgan eshiklardir. Einstein nazariyalarini sinovdan o'tkazish bo'ladimi? Galaktikalar tug'ilishiga oid bilimlarni o'rganishmi? Yoki boshqa narsa? Bir narsa aniqki, qora tuynuklar hikoyasi hali endi boshlanmoqda. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa kanalni qo'llab-quvvatlab yuborishingizni iltimos qilardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.